Do'stlar, bizni xatirchidan kuzatadigan yaqinlarimiz va butun xatirchiliklar uchun bitta narsani e'lon qilib qo'ymoqchimiz. Xullas biz Jasurbek ukamizning uyiga keldik. Bu videodan xullas maqsad bir yaxshilik ilinjida kimda agar shu yaxshilikda bir qo'l uzatib yordam qilaman deganlar uchun bitta holatni man ko'rib juda ham qiyin holatda qolgan ukamizni 1 yoshidan boshlab bosh miya falaji diagnozi bilan o'sha doktorlarning tashxisi bilan hozirgacha juda qiyin holatda kelib turib va umuman davolashga imkoniyat bo'lmaganligidan bizda murojaat qilganligi uchun keldik. Mana opamiz o'zlari, ukamiz. Opa, o'zingiz holat bir aytib bersangiz, qanday holatda, qiyinchiliklar? Assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, sizlardan yordam so'rayman. Rahmon Jasurbek 1 yoshdan beri shu ahvolda qiynalyapman. Davolanishga yordam berishlaringizni so'rayman. Xullas, ukamizga qo'yilgan tashxis bosh miya falaji bilan qo'yilgan. Keyin boshqa bir noto'g'ri dori-ukollar ta'siri ostida xullas shu holatgacha hozirgacha 1 yoshdan 10 yoshgacha shu holatda kelgan. Davolashga va shunga kerak bo'ladigan barcha mablag'ga umuman imkoniyat yo'qligini o'zimiz kelib o'rganib chiqdik. Do'stlar, hozir karta qoldiramiz. Shu opamiz o'zlarini kartalarini kimda agar imkoniyat bo'lsa, ozgina bo'lsa ham kimda xohlagancha bitta shu zanjirga ilashib qolaman degan inson bo'lsa, kartaga shu opamizni, Jasurbek ukamizni yaxshi bo'lib ketishi uchun, sog'ayib ketishi uchun bir hissamizni qo'shishimizni so'rab qolamiz va yaqinlarimizga shu videoni xatirchiliklarga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilikda doim ulashda davom etamiz. Rahmat.